Quyoshga tushib qoldingiz. Xo'sh, maslahat beraman, lekin ko'p emas. Birinchi muammo qo'nadigan joyi yo'q. Quyoshning yuzasi degan narsani o'zi yo'q. U qattiq emas, suyuq ham emas, u plazma. Ya'ni oyoq qo'yadigan joy topolmaysiz. Ichiga kirib ketaverasiz. Men kechasi qorong'i bo'lganda boraman deb komment yozadiganlarga Quyoshda kecha yo'q, umuman. Quyosh yuzasi 5,5 ming daraja, lekin salqinroq joylari ham bor. Quyosh dog'lari. U yerda atigi 3,5 ming daraja, 2 ming darajaga sovuqroq va kattaligi yer sharicha. Ya'ni joy ko'p, hammaga yetadi. Endi eng g'alati joylardan bittasi, quyoshdan uzoqlashsangiz issiqroq bo'ladi. Yuzasining tepasida toch degan qatlam bor, 1 million daraja. Ya'ni siz qochib ketayotganingizda ahvolingiz yomonlashish boshlaydi. Gravitatsiya 28 barobar kuchli. 70 kilo bo'lsangiz, bu yerda 2 tonnasiz. Tura olmaysiz, yota olmaysiz ham. Yotadigan joyi o'zi, yuradigan joyi ham o'zi. Aytganimdek bundan oldin. Yorug'lik haqida ozgina ma'lumot. Hozir sizga tegayotgan nur markazidan chiqqaniga taxminan 100 ming yil bo'lgan. Shuncha vaqt ichkarida sarson bo'lib yurgan, chiqolmagan. Keyin yergacha 8 daqiqada yetib borgan. Ya'ni qiyin qismi bu yerdan chiqish. Yana bitta ma'lumot, ovoz ham bor. Quyosh guvillaydi. Butun shar qo'ng'iroqdek terbanadi. Eshita olmaysiz, atrofda havo yo'q, lekin guvillaydi. Va har soniya 600 million tonna vodorodni yoqadi. Har soniyada 4,5 milliard yildan beri. Hali yarmi ham tugamagan. Yomon yangilik ham bor. 5 milliard yildan keyin Quyosh yerni yutib oladi. Yaxshi yangilik, sizga maksimum 1 soniya qoldi. Xavotir olmasangiz bo'ladi. Bu sizning muammongiz emas.